Telefonni ko'rsating. Mana. Nechi pul beray bu telefonga? 2000 berishga aqling yetadimi? Voy, o'zingiz bilanmi? Jinnimisan? Aqling yetmaydi o'zimga. Nimalar olsan? Normalniymisan sen? Bo'ldi, o'chiramiz. Mana ochilsa kiyim olganingiz ham cho'tki chiqdi. Rekki chiqib ketadi. Qilasiz o'zimmi? Shunaqa. Bo'ldi, men telefoningizni. Davay. Buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy. Bu ro'yxatni cheksiz davom ettirsa bo'ladi, lekin shu buyuk insonlarimizni kinday qoni to'kilgan yurtda yashayotganimizni unutib qo'ymadikmi? Butun dunyo tan olgan ajdodlarimizga munosib avlod bobomiz ham. Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim.